Shuhrat Bobojon, Vaqt mashinasi 1984, 21-qism. 2023-yil avgust, Portugaliya, Castelo dos Mauros. Vaqt mashinasi ko'magida 1984-yilgi Toshkentga sayohat qilish haqidagi kitobning yangi boblarini Portugaliyaning anomal yoz kunlari yozib o'tiribman. Issiqdan qiynalib Lissabondan 30 kilometr uzoqdagi Santra shahriga bordim. Tog'li joy, sal bo'lsa-da shabada bor. Tuk-tuk degan trandolet shaldiroq arava meni tog' cho'qqisidagi Mavr qasriga chiqarib qo'ydi. Bir vaqtlar Portugaliyaning bu qismi hozirgi Mavritaniyadan kelgan arablar nazoratida bo'lgan. Men borgan qasrni ham arablar qurgandi. Qasr devorlaridagi zangori bilan moviy o'rtasidagi tiniq zumrad rangida ishlangan islomiy naqshli koshillar diqqatimni tortdi. Buning nomi nima deb so'radim tuk-tukchi aravakashdan. Bu azulejo dedi aravakash. Uylar fasadini bezagan keramik koshillar nomi edi bu. Kitobim qahramoni Irinaning familiyasi Azulay ham ayni ma'noni berar ekan. Buni oldin bilmasdim. Tuk-tukchining javobini berib, qasr yonidagi qahva ayvonida o'tirib qahva buyurdim. Yevropadagi eng mazali va eng arzon qahva Portugaliyada. Qahva yonida baba de camelia degan shirinlik ham keldi. Ma'nosi tuya ham yegisi keladigan qand ekan. Ofitsiant qiz patnisda qahva va shirinlik keltirgan vaqtida men laptopimni ochib, siz o'qiyotgan hikoyani yozayotgandim. Portugallar ochiq ko'ngil, yordamsevar va suhbatlashishni sevadigan xalq. Ko'zlari shahlo bir qizgina menga qarab, sevgi haqida maktub yozayapsanmi deb so'radi. Men unga roman yozyapman dedim. "O, rostdanmi? Xuddi sen o'tirgan stolda bir vaqtlar John Rowling xonim o'tirib Harry Potter kitobini yozgan. Hali pul to'lash uchun bar yoniga kelsang, devorda fotosini ko'rasan" dedi. Erinmay borib ko'rdim. Haqiqatan ham John Rowling ayni shu kafeda o'tirgani aks etgan fotosurat zarhal romkada osilib turibdi. Rowling o'z kitobini Edinburgdagi Fil kafesida yozgandiku axir desam, ofitsiant qiz Fil kafesida oxirini yozgan. Lekin Castelo dos Maurosda kitobni boshlagan dedi. Men mamnunlik ishorasini qilib yozishda davom etdim. Balki meni ham Rowling xonim kabi shon-shuhrat kutayotgandir. Portugaliyada shuncha go'zal oshiyon turib, nega men aynan Santraga bo'lib ham Rowling o'z kitobini boshlagan kafega keldim? Oldindan bilmagandim, chunki Harry Potter muxlisi emasman. Demak tasodif. Ammo Einsteinning xotini Marich yozganiday dunyoda tasodiflar yo'q. Harakatning mantiqli zanjiri bor xolos. 1984-yil Toshkent kibernetika instituti. Irina o'z stolida o'tirganicha dissertatsiyasi uchun zarur so'nggi tenglamalarni qayta yozardi. Tepasiga kelib turib olgan Keldiyorga ko'zi tushib ensasi qotdi. Keldiyor menga xalaqit beryapsan. Borib tuya go'shti yegan dissertatsiyangni yozmaysanmi dedi. Keldiyor bo'lsa ma'yus xo'rsinib, Xarkovdagi opponent shuncha yozganimni birakka chiqardi deb, qo'ldagi nosrang arzon qog'ozga o'ralgan narsani Irinaga uzatdi. Keldiyor, opponenting yozgan taqrizning menga umuman qizig'i yo'q. Opponentsiz ham tupikka kirib qolganingni bilaman azizim dedi. Keldiyor bo'lsa o'zida surlikni yoqib, bu taqriz emas, ichini och dedi. Irina yoshligidan sovg'alar ustidagi qog'ozni yirtib ochishni sevardi. Ataylab bu ishni sekin qilardi. Nosrang qog'oz ichida yozuvchi Tim Powerning Anubis darvozasi degan inglizcha kitobi bor edi. 1983-yil nashr qilingan bu kitob hali Esirda tarjima qilinmagandi. Irina roman boshidagi qisqa annotatsiyaga ko'z yugurtirdi. Kitob o'tmishga sayohat haqida edi. Roman qahramoni universitet professori 1810-yilgi Londonga sayohat qiladi. O'sha davrni yaxshi bilgani uchun o'lmay qaytib keladi. Irina kitobni yopib Keldiyorga savol nazari bilan qaradi. Inglizchang 0, kitob o'qishdan ko'ra kinoda qizlarning sonini g'ijimlashni yaxshi ko'rsang, bu kitobni qayerdan olding dedi.
Keldiyor Irinaga maftun boqib dardini aytdi. Tog'am onamning ukasi Interkniga idorasida ishlaydi. Har hafta Moskvaga qatnaydi. Unga aytib qo'yganman, vaqt orasida safar qilish haqidagi fantastik kitoblar bo'lsa olib kel deb. Bu kitoblar sen uchun. Sen o'qib sevinsang va menga tabassum qilsang bo'ldi. Irina ochiq gapga o'tdi. Keldiyor, sen meni yaxshi ko'rasanmi yoki One Night Woman kerakmi senga? Keldiyor bir qo'li bilan yarimta yurak ishorasini qildi. Irina ham qo'l barmoqlarini yarimta yurak shaklida egib Keldiyorga uzatdi. Qo'llar birlashib yurak shakli hosil bo'ldi. Irina quvnoq sasda kuldi. Keldiyor esa mo'ltirab unga qarab turibdi. Irina o'rnidan turib Keldiyorning qo'lidan ushladi. Yur, tashqariga chiqib kafeda biroz o'tiramiz dedi. Kibernetika instituti yonidagi pribor zavodi yonboshida ishchilar tushlik qiladigan g'arib oshxona bor edi. Tushlik vaqti o'tib ketgani uchun yemakxona bo'm-bo'sh. Klyonka to'shalgan temiryoq stollar turgan zaldan xlor hidi anqirdi. Prilavka yonida gazetadagi krosswordni yechib o'tirgan semiz kassir xotin eshikni ochib kelgan Irina bilan Keldiyorni ko'rib baland ovozda baqirdi. Ey professor, davay отвечай. Ser fiziki xotin kishi 5 ta harf, bosh harfi M. Marich dedi Irina. Einsteinning birinchi xotini deb qo'shib qo'ydi yana. Kassir qalam bilan kataklarini to'ldirdi-da, minnatdorona Irinaga boqib, "Правильно" dedi. Kisel, kompot bor, keks bor, lekin Esterda seks yo'q dedi, qofiyaga solib kassir xotin. 2 stakan kompot bilan bitta tarelkada 2 ta keks olishdi. Irina gap boshladi. Keldiyor, menga qara. Sening Ashkenazi yahudiylari haqidagi biliming, tasavvuring bormi? Meni o'ris emas, balki yahudi ekanligimni bilasanmi? Bizda anchayin muhofazakor odatlar bor. O'zim mansub bo'lgan oila va qarindoshlarning doimiy nazoratidaman. Cho'chqa go'shti yemayman, mol go'shtini ham ichidagi qon yuvilib ketsin deb 2 soat suvda ivitib qo'yaman. Faqat Ashkenazi yahudiga erga tegaman. Erga tekkandan keyin sochimni ustara bilan qirib tashlayman. Bu sadoqat belgisi. Nega erli yahudi xotinlar parik kiyib yurishini tushungandirsan? Biz yahudiylar o'z odatimiz va dinimizga bog'liqmiz. Ba'zilar buni zindon deydi. Bunga men ham qo'shilaman. Bu doirani tark etsam deyman. Senga Toshkentda o'ynash kerak, seks kerak. Buni ham bilaman. Ammo men sen izlagan xotin emasman. Keldiyor bu gaplarni eshitib kayfiyati tushib bo'yin egilib qoldi. Irina Keldiyorning qo'llarini 2 qo'li bilan ushlab katta ko'zlari bilan tikildi. Ajrashayotgan oshiqlar aytadigan siyqa bir gap bor. Biz do'st bo'lib qolamiz degan. Bo'lmag'ur gap. Ammo sen menga xotin qiz emas, hamkasb olima deb qarashni uddalay olsang, biz qalin do'st bo'la olamiz. Menga aynan sening yordaming kerak. Sen fizik Titi haqida eshitganmisan? Keldiyor fizik olim Titining jinni bo'lib qolgani haqida eshitgan edi. Irina ikkala qo'li bilan Keldiyorning yonoqlarini siladi. Bilasanmi, u aqldan ozmagan. Titi nafaqat mening dissertatsiyam, balki senikini ham tezda yoqlanishiga yordam bera oladigan geniy. Keldiyor nima qilish kerak degan savol nazari bilan Irinaga qaradi. Magnitofoning bormi? Deb so'radi Irina. Bor, Vesna degan. Aspirantlar yotoqxonasidagi xonamda turibdi, dedi Keldiyor. Keldiyor, sen xonangga meni boshlab borishni orzu qilgansan, to'g'rimi? Bo'lmasa ketdik. Bor chiqib taksi tut. Yo'q, o'zim to'layman. Сегодня dama приглашает своего кавалера. Siz rassom va yozuvchi Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi kitobi 21-qismini tingladingiz. Davomi bor.